Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Bugun 16-mart. Albatta, bugun siz bilan 16-sanada tug'ilgan insonlar haqida kengroq ma'lumot beraman. Albatta, life coachman, Samakod asoschisiman, ya'ni har bir insonni samodan berilgan o'z kodlari bor va bu kodlar aynan sizda ong sistemangizga javob beradigan kod. Bu sizda aynan tug'ilgan kuningiz, ya'ni energetikani qabul qiladi ongingiz va buni dunyoga taqdim etadi, yer olamiga shaklan taqdim etadi. Qarangki, biz shaklan taqdim etayotgan paytimizda uni shaklan qanday ko'rinishga ega ekanligini bilishimiz kerak. Energiya musbat va manfiyda qabul qilamiz, lekin bizning missiyamiz musbatga o'tkazish manfiyda yoki muvozanatda saqlash. Qarangki, har bir energetikani kodi aynan ong sistemamizga joylashgan ekan. Bugun men sizga life coachlik tomonidan kengroq, ya'ni o'zimizni hayotiy jaydaricha tushuntirib berishga harakat qilaman. Agarda siz boshqa sanada tug'ilgan bo'lsangiz, kommentariyaga qoldiring, siz haqingizda ham beraman. Ana endi podpiska tugmasini bossangiz, siz haqingizda 16-sana haqida kontentimda bor topasiz, to'liqroq ma'lumotga ega bo'lasiz. Energiya obmeni uchun like tugmasini ham bosib qo'ying. Endi esa ketdik. Qarang, 16-sanada tug'ilgan insonlarda shunday holatlar bor. Ya'ni ular birinchidan yetakchi insonlar, oilaparvar insonlar va xotirjam insonlar. Lekin bir bilan oltini qo'shganingizda sizda 7 kodi kelib chiqadi. Bu esa vayron qilish, ya'ni yangitdan yaratish va ma'naviy o'sish. Qarangki, mehr muhabbatli odam, oilani yaxshi ko'radi, bu kod. Bu yoqda yetakchi, rahbar, ikkalasini uyg'un holatida 7 bo'lyapti. 7 esa ya'ni 7da ma'naviyat, ya'ni eskisini buzib yangisini qurish. Endi bu yerda siz o'zingiz hayotingizda har doim yangisini buzish, eskisini qurish degan so'zga e'tibor qaratamiz. Bu yerda shunday narsaki, siz o'zingizdagi eski fe'l atvoringizni yangisiga o'zgartirishingiz kerak. Siz masalan mehr muhabbatli oilaga mehr qo'yasiz, hamma narsaga mehr bilan. Moddiyatga mehr bergan paytingizda balans buzilishi bilan sizda ma'naviyatda, ruhiyatda o'stirish uchun sizda muammolar kelib chiqadi. Ya'ni munosabatda ko'proq muammolar kelib chiqadi. Shuning uchun bu insonlarda aynan muvozanatga keltirish kerak. Siz bu narsalarda kurashib turib muammolar yaratishda emas, siz albatta bir ilm olishingiz kerak. Ilm yo'lini tanlashingiz kerak. Ma'naviyatni har doim ko'tarib borishingiz kerak.